Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha aminal halali am minal harami." Bir zamonlar keladi, oxir zamon ummatlarimning boshiga. U zamondagi odamlar halolmi, harommi urishadi, yevrishadi. Harom halolni farqiga bormay qo'yishadi. Haromdan hazar qilishmaydi, halolga bunday topiy deb xaridor bo'lmaydi. Halol harom birdek o'taveradi tomoda. Ana ularning duosi keyin mustajab bo'lmay qoladi. Ibodatlari qabul bo'lmay qoladi. Ana undan keyin turli ofat balolar, duolar qabul bo'lmay qolgandan keyin kela boshlaydi. Yesam, olsam, 5 so'm bo'lsa ham urib qolganim foyda. 10 so'm bo'lsa ham olib qolganim foyda.